Assalomu alaykum tomoshabinlarim. Kecha men sizlarga bir narsani aytaman dedimda ulgura olmay qoldim va hozir aytib bermoqchiman shu haqida. Ertaga sartaroshlar uyushmasi tomonidan o'tkaziladigan konkurs boshlanadi. Qatnashchilarga hammasiga omad tilaymiz. Men ham qizim ham o'sha yerda bo'lamiz. Xudo xolasa, boringlar, mazza qilib tomosha qilamiz. Qizim ham men ham jurilarga yordamchiman. O'sha yerda bo'lamiz. Ertaga Xudo xolasa yordamchi. Juri emasmiz-ku, lekin juriga yordamchi. O'tgan yili qizim qatnashgan, 3-o'rinda olgan. Xabaringlar bormi yo'qmi bilmadim. Rosa zo'r bo'ladi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiyalardan kelgan ishtirokchilar ham bor ekan. Juda ham qizg'in bahslar bo'ladi, конечно. Va qayerda bo'ladi u? Shunda yana qangidan chiqasizlar, Mustaqillik maydoni metro bekatidan chiqasizlar, Yoshlar ijodi saroyida bo'ladi. Boraverasizlar, kirish tekin. Ishtirokchilarni o'sha yerda qatnashishadi, tomoshaga borganlarga tekin.